Valla 2 minut vaqtini Allah ya bir misal qoldi men so'z aytman, undan keyin talaffuz qo'yitman juma. Fikrim, sizlar desamchi qaranglar. Shu oliy maktab chiqqandan keyin bak erkin bo'libsizlar sizlar. O'yinning notisi shu yerda, bilimning notisi shu yerda. Chiditlar 3 oy qoldi. Oliy maktab imtihon berib o'tib kelsanglar, erkinlik chiqsizlar juma. Hey, meni ko'nglimga kelib qoldingmi? Men chiqib ko'rsam borku, ham ishlar ko'rindi juma. Allah, hazır muhabbetleşkenlermiş uzanlarının vaktini uzanlar ısraf kılınanlar cuma. Efkan, ya sen sözle, ya ben sözle. Bak sözlüğün kekesim şey çıktı sözlüğüne. Ben bu şu okutukçuluk hayatımda sınıf meselesi olan en açar sınıf. Silenin bu sınıf cuma. Eğer sana ders anlaş hoşafınsa kara, başkalarına dağlıkma bir şeyin ufluğuna. Qanday degan? Yani kechikdingmi? Men sinfda 30 bola bo'lsa, har birisining 1 minut vaqtini olsam, jami 30 bolaning 30 minut vaqtini oldim degan gap. Qanday gap bu? Aşı yıllarda biz dərsxanda o'qituvchilarning ko'p takrorlaydigan mushu gaplarni zerikishlik his qilib, ancha eran qilib ketdik. Ammo hozir bizga kun bo'yi mushundaq gaplar bilan haqiqiy mehrni berib kuyingan ustozlar yenimizda yo'q. Endi bilsak, shu takror gaplarning hammasi mehr muhabbatlik kuyinishning ifodasi ekan. Mana bugun shu qadrli ustozlarning bayrami. Biz barliq ustozlarning qutlug' bayramini muboraklaymiz. Bayramingizga muborak bo'lsin ustoz. Ajringizga ko'p rahmat. Ajriniz fan qiyosiga birlashda mangu qudrat